Mani ikkita qizim bor va men ikkita qizimga har doim aytadigan 3 ta muhim gapim bor. Birinchi eng muhim gapim отношения qilishga, turmushga chiqishga shoshilma. O'zingni rivojlantir, o'qi, bilimingni oshir. Ko'proq o'z ustingda ishla. Bilmagan narsalaringni ko'proq o'rgan va hech qachon biror narsani qilolmaganingdagina ham hech qachon meni qo'limdan hech narsa kelmaydi, men qilolmayman, men eplolmayman degan gapni xayolingga keltirma, chunki meni 99% qilgan bizneslarim o'xshamagan. Ikkinchi aytadigan har doimgi gapim bu erkak kishini topayotgan puliga yoki haydab yurgan mashinasiga qarab hech qachon отношения qilma va kiyib yurgan kiyimiga qarab. Uni ko'proq bilimiga, hayotdagi maqsadlariga qarab har doim tanlash kerakligini har doim aytib boraman. Uchinchi har doim aytiladigan gapim, har bitta qiz o'z ota-onasidan, aka-ukasidan eshitishi kerak bo'lgan gap deb hisoblayman. Hayotingda turmushga chiqqan insoning seni qadrlamasa yoki ichsa, ursa, narkoman bo'lsa, xullas odam bo'lishiga ishonmasang. Sen uchun har doim eshigim ochiq.